Yaxshi o'tirdinglarmi, kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, rahmat. Hisobni olib kelsam maylimi? Hisob bering. Asosiy hatto desert taklif qilinmadi. Desert ovqatdan keyingi eng oson sotiladigan mahsulot. Desert olasizmi? Yo'q. Desertni shunchaki so'rash yetarli emas. Uni to'g'ri taqdim qilish kerak. Asosiy 5 qoida. Desertni ovqatdan keyin tavsiya qiling. Hisob yopilsa, desert yopiladi. Nomini aytib o'tma, tasvirla. Ta'mi, teksturasi, issiq yoki sovuqligi. 1-2 ta desert yetarli. Eng mashhurlarini tavsiya qiling. Ichimlik bilan bog'lang, choy yoki qahva. Eng asosiysi samimiy bo'ling. O'zingiz yoqtirmagan desertni tavsiya qilmang. Hammasi yoqdimi? Ha, juda ham mazali. Yaxshi, hisobdan oldin desert tavsiya etsam bo'ladimi? Bugungi menyuda yangi shokoladli tortimiz bor, juda ham mazali. Qanday desert? Issiq shokoladli biskvit ko'p mehmonlar qahva bilan olishyapti. Olamizmi? Ha, olamiz. Bizga o'shanda 2 topga berasiz. Agar xohlasangiz shirinlik bilan birga qahva ham taqdim etaman. Yaxshi. 2 ta qahva ham. Xo'p bo'ladi. Hisobni taqdim qilishga shoshilmang. Avval desertni taklif qiling, hisob esa oxirgi qadam. Savol emas, tavsiya bering. Menyuyimizdagi shokoladli tortimiz juda mashhur, tavsiya qilaman. Tavsiya berish rad etishni kamaytiradi. Nomini emas, ta'mini ayting. Nimasi bilan ajralib turadi? Ta'riflash ishtahani ochadi. Bitta yoki 2 ta desert yetarli. Eng mashhurini tanlang. Ko'p variant mijozni charchatadi. Ichimliklar bilan bog'lang, masalan, qahva, choy yoki salqin ichimliklar. Eng asosiysi samimiy bo'ling. O'zingiz yoqtirmagan desertni tavsiya qilmang. Ishonch bilan gapiring. Soxta tavsiya albatta seziladi. Yodingizda tuting. Desert xizmatining yakuniy taassuroti. Sizlar bilan menejer Asqarov Fazliddin bo'ldi. Bizning mahorat rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.